Amiga, ismim Aziza, Vobkendaman. 4 yildan buyon Germaniyada yashab o'qib kelyapman. Germaniyada hozir Ausbildung qilyapman med sohasida. Ausbildung paytida ish beruvchi va shaharga qarab Ausbildung paytida sizga stipendiya beriladi. Masalan, meni ish beruvchim va yashash shahrimga qarab birinchi kursda 1100, ikkinchi kursda 1200 va uchinchi kursda 1300 euro taklif qiladi. Ausbildungdan keyin ishlashingiz mumkin albatta. Ishlayotgan paytida 3000 gacha qo'lga bruto olsa bo'ladi. Bruto bu degani soliqlar bilan birga degani. Soliqlardan tashqari qaysi shaharda yashashingizga va qaysi ish beruvchiga bog'lanib necha pul tushishi o'shalarga ish beruvchi va shaharga bog'liq bo'ladi. Germaniyaga kelmoqchi bo'lganlarga omad tilayman. Oyliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, Germaniyaga iloji boricha ta'lim uchun kelish kerak birinchi o'rinda. Institutga yoki universitetga yoki kollejga o'qish kerak. Kerakli mutaxassis bo'lgandan keyin bemalol 2500, 3000, 4000, 5000 gacha oylik olish mumkin. O'shaning uchun men aytgan bo'laydim, faqat ta'lim. Birinchi o'rinda ta'lim, pul topish keyin ham bo'laveradi. Siz yaxshi ta'limni olsangiz, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, har doim sizda yaxshi pul topish imkoniyati mavjud bo'ladi. O'shaning uchun nemisni rivojlantirish kerak, yoshlarni ta'limga yo'naltirish kerak. O'zi odamlar doim shikoyat qiladi-da, O'zbekistonda to'k yo'q, to'k o'chadi, davlat qaramaydi, lekin unaqa emas. O'sha davlat to'kni ta'minlab berishi uchun ham, masalan, mutaxassislar bo'lish kerak. O'sha mutaxassislar yoshlar bo'lish kerak. Yoshlarga aytgan bo'laydim, harakat qilinglar. Marralarga erishsa bo'ladi. Ana o'zim Germaniyada asolchilik bo'yicha o'qidim. O'zbekiston va Germaniya asolchiligini taqqoslasangiz, yerdan osmoncha farq bor. Nasib bo'lsa, hozir yana o'qishimning ikkinchi bosqichi boshlanadi. Magistratura 3 yil davom etadi. 3 yil magistraturani topshirganimdan keyin, o'qib bo'lganimdan keyin albatta O'zbekistonga qaytib ketish niyat bor. Va O'zbekiston asolchiligini ham dunyodagi top 10 talikka kiritish niyatim bor. Hammalaringizga omad, o'qishlaringizga muvaffaqiyat, nemisni o'rganinglar. O'zlaringiz uchun juda ham katta imkoniyat eshiklarini ochinglar. Men Hakima Buxoro viloyati Toshkent tumanida tug'ilganman va hozirda Germaniyada Ausbildung dasturi bo'yicha o'z faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Ausbildung dasturida bruttoda 1250 euro oylik olaman.